Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Hozir men chekka keldim. Chekda ozgina dehqonchiligimiz bor edi. Shuni ko'rgani keldim. Ko'rgani kelib, bu chekda nima bor desalaring, mana teplisamiz bor. Xo'sh, teplisani ichidan suv chiqib ketibdi. Bu adashmasam zak suv bo'lsa kerak. Qo'shni chekdagilar suv qo'ygan bo'lsa, baqa suv chiqqan. Shu suvini yo'qotgani bunday qilib tagini odarib chiqdim. Shunaqa qilsam bo'laveradimi? Bilganlar kommentariyada yozinglar. Yana bir narsa, bu ko'chatlarni tezroq katta qilish uchun ko'pchilik aytayapti, hozirgi biogumus ishlab chiqarayotgan chuvalchangdan olib kelib tashlang deyapti. Shunga nima deysizlar? Olib kelib tashlaymikin? Effekti yaxshi bo'larmikin? Sinovdan o'tkazganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib bir maslahat bersalaring. Mana mevasi bor. Hozir qish kuni. Xo'sh, mana bugun 22-yanvar 2026-yil. Shetga keldim. Kelib bunday qilib og'darib chiqdim tagini. Nima deysizlar? Bir maslahat beringlar-chi.